Assalomu alaykum azizlarim. Bir daqiqa shoshmang. Boylik, mol dunyo ortidan quvib charchab qolmadingizmi? Eshiting unda. Avvallari kiyimlarimiz kir, ustida yamoqlari bor edi. Qalbimiz pok edi, ko'nglimiz xotirjam edi. Bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat bor edi. Bir-birimizni yo'qlab turardik. Hozirchi kiyimlar toza ozoda, ko'pligini aytmasangiz ham bo'ladi. Lekin mehr oqibat yo'qolib bormoqda-da. Bir-birimizni hol-ahvol so'rash u yoqda tursin, ko'rgani ko'zimiz, otgani o'qimiz yo'qda. Nimaga azizlarim? Bu mol dunyo kimga vafo qilibdi? Bir o'ylab ko'ring. Alloh oldiga borganda qaysi amalimiz bilan maqtanamiz, qaysi bir bilan javob beramiz? Yoqqan bo'lsa ulashib oling, sog' salomat bo'ling.